Salam qadrli görürmən dostlar, körüb atqanыңlar sizlər zarıqıb kütken elçi. Zamanıvi dəvirdəki elçi buluş sübtimizdə bir tərəfdən ata-analarning köңlini tınşab, bir tərəfdən oğullarning köңlini avaylab, yana bir tərəfdən qızlarımızı asırab, avaylab elçi programımızın 4-cü qararını kütüb aldıq. 4-cü qarar elçi programımızda yeniliklar köp. Xoş, əmdi programımızı qollagan orun və şəxslərni alaydı atap ötümən. Elçi programımızı Şinjan Kamera Medeniyet Tarqıtı Çeklik Şirketi əcri bilan işildi. Xoş, ustazlarını tanıştırıp ötümən. Şinjan Mungvi Advokatlık İşi Ornu'nun advokatı Halide Abliz Hanım. Halide de qarşalımız. Xoş gəpsiz. Şinjan Sana Şöyen'nin profesörü Gülzar Tömür Muallim. Gülzar Muallim qarşalımız. Özgərmigən yetakçı ustaz bolsa, biz yaxşı gördüğün Ali. Yaxşımsız Ali? Qarşalımız. Səhnimizi qandaq yeniliklar bardı deb qızğıvatqan buluşunlar mümkün. Ondaq bolsa, bugünkü 4-cü qarar elçi programımızga alayda qatnaşqan qız yigitlarni səhnimizni kütüb alaylı. Mərhəmət. Sağollarım, xoş gəpsizlər. Programımızga yenilik əp kelganinglarga rahmat. Mana bugun programımızda 4 nəfər qız, 4 nəfər oğul səhnədə turibsizlar. İlgiri bilisizlər, faqat birla oğul səhnənin o'tirib turib 8 nəfər qız bilan muңdışatdı. Bugün oxşamaydı. Ən mühimi, mana aldыңlarda turgan ustazlarmı sizlərning bəxtinglar üçün köraş qılıdı. Sizlərning g'iminglarni yeydi. Sizlər üçün so'zlaydi. Xoş, o'zinglarni bir tanıştırıb o'tamsizlar. 1-ci numurluq oğul mehman Əlşir, 24 yaş, yurti Ürümçi, öy mülk kəsbi bilan shug'ullandı. 2-ci numurluq oğul mehman Murat, 23 yaş, yurti Aqsu, Ürümçi şəhərində məlum şirkətdə işləydi. 3-cü numurluq oğul mehman Məhəmmədcan, 33 yaş, yurti Çərcan nayisindən, Ürümçidə aşpazlık bilan shug'ullandı. 4-cü numurluq oğul mehman Ablikim, 25 yaş, yurti Xotan şəhərindən, Ürümçidə öy mülk kəsbi bilan shug'ullandı. 1-ci numurluq qız mehman Əlfira, 24 yaş, yurti Ürümçi, kiyim-kechak kəsbi bilan shug'ullandı. Mijoz xarakteri ağır besiq. 2-ci numurluq qız mehman Adila, 24 yaş, yurti Turpandan, kəsbi Ayruxan qız, mijoz xarakteri uçq yoruq. 3-cü numurluq qız mehman Kamila, 24 yaş, yurti Yakan şəhərindən, Ürümçi şəhərdə mədəniyyət tarqıtış ornunda işləydi. Mijoz xarakteri uçq yoruq, callıq. 4-cü numurluq qız mehman Dilxumar, 21 yaş, yurti Ürümçidə, praktikant, mijoz xarakteri ağır besiq. Xoş, rahmat. Qani, yigitlar, qizlar, tayyor bo'ldinglarmi? Sizlarga baxt tilaymiz. Biz hozir bir safarga atlanish oldida turyapmiz. Bu safarning ismi Baxt safari. Bu safarning ismi o'zimizni bilish, o'zimizni tonish safari. Bu safarning ismi loyiq tanlash safari, ya'ni elchining safari. Gulni gulchi uzsun, asırsun degan naqlimiz bo'yicha bog'vanlar oldinglarda o'tiribdi. Mana ham sizlarning hadanglar, bog'vaninglar bo'lish sifatimda sizlarni nazorat qilib turamiz, sizlarga yordam qilamiz, sizlarga kuyinimiz, asraymiz. Xo'sh, o'g'illar, qaysinglar jur'at qilib tunch so'zni o'tini olmoqchi bo'lyapsizlar? Əlşir, qani. Əlşir dadillik bilan tunç so'zni o'tini olay dedi. Elçi programımızdan alayda o'zgartirilgan mana bu qitimqi sonida tunji bo'lib sahnaga Əlşir jur'at bilan chiqdi. Ya'ni men tunji qitimliq uchrashish fursatini qo'ldan bermayman deb chiqdi. Əlşir, endi siz qo'limdagi chekdan xalgan birini tanlaysiz. Buningda o'ng tarafdagi mana bu chiroyli singillarimning nomerlari bor. Siz olgan nomer kimning bo'lsa, siz shu qiz bilan tushunish fursatiga erisha olasiz. İkinci numar. Adila. Qani, Adila. Əlşir, Adila. Sizlar naq maydonda boshqa do'stlaringlar yoki ma'lumlardan alayda tamtirash va yoki jiddiylish sababidan gapinglarni ezishinglarning hojati yo'q. Bo'lsa, faqat ikkimiz uchrashdik deb o'ylanglar. Bo'lmasa o'zinglarningki o'ylaganinglarni, tushunmoqchi bo'lganinglarni so'rsanglar bo'ladi. Boshlaylik. Yaxshimi Adila qiz? Yaxshimsiz? Siz nima xizmat qilsiz hamda? Men aeroplanda ishlayman. Kunjami yo hamda teachingmi? Albatta kunjada shu. Hamda siz qandayroq o'g'illarni yaxshi ko'rasiz? Men shu axloqi yaxshiroq bola bo'lsa, hamda men vishnim so'rab qo'yib, yana keyin Qayşoda, doyunda yana boshqa chiroyli qizlarni ko'rib qolsa, yana vishinsini qashlab, yana tomoq yeb degandek ishlarni qilsam, men qattiq turolmayman.
Ben doyun kömeyme, kayşo kömeyme, kız balının vişnesini çalmayma. Beklamda tuz bulamam. Vaqt geçti. Rahmet ederim. Sen doyun kömsen, kayşı oynamsan, yanlış kılmayım dedin. Kızlarının vişnesini çalmayma. Senin veşinin de hepimiz oğan balman. Ya, xeyridalar kız ola. Siz hem de meni yaxshi ko'rdiq odam cho'qim menlam yaxshi ko'rish kerak deb o'ylamsiz. Qiz o'g'ilga nisbatan bo'lsa shu hamda muhabbat to'g'riliq damdoq. Mayli keyin to'y qilsaqmi shu meni yaxshi ko'rsa deb. Hamda urug' tuqqan ota-ona degan u boshqacha. Sizning dadangizning o'ch bir bundaq adam borda, ammo bu odamning qizi bilan siz do'st. Siz doim bir xil u qiz bilan yaxshi nim qilsiz, u qizning dadasi bo'lsin salom qilsiz. Mush qilganingiz dadangizga vafosizlik qilganlik hisoblanadi deyman. Yo'q, vafosizlikqa kirmaydi. Nimaga kirdingiz? Salomlashib o'tish hamda normal ahvol deb o'ylayman. Unda siz bilan birsi to'y qildi. U boshqa birsini yaxshi ko'ra qolsa, bu vafosizlik bo'lamdi yo, bu uni nima deymiz endi? Vafosizlik bo'ldi. Chunki ikkimiz masalan muhabbat bo'lsak, men bilan yurib degan boshqa qizlarni yaxshi ko'rib qolsa, hamda shu albatta vafosizlik bo'ldi-da shu. Siz buni vafosizlik deb qaraysiz? Ha, to'g'ri. Siz taqa to'y qilish holatida emaskansiz. Sizning psixik yoshingiz to'limi kichik. O'zingizda bir qimmat ko'z qarash, dunyo ko'z qarash yo'qoladi ekansiz. Bunday bo'lgan vaqtda sizda bexatarlik tuyg'usi yoki anchongan to'lim tuvan bu xil ahvollarda sizning amro tepishingiz bir qadar tez to'xtaydi. Topgan taqdirdimi bu amroning sizning nurg'un o'lchamlaringizga mos kelish ehtimolliqni tuvan bo'ldi. Ham sizmi qarshi tarafni rohat xushal qilolmaysiz. Qarshi tarafga ma'lum darajada besim ekib qo'ysiz. Shunga sizga qiziqadiganlik ko'p bo'ladi, ammo aralashib tezla ayrılib ketish ehtimolliqi bir qadar yuqorilgan gap. Ma'qul, rahmat ma'lum. O'zaro paranglashsanglar bo'ldi. Salamada yaxshimi? Meningki o'rtaq bir paranglashqim keldi. O'tirib chiqaman. O'tirib chiqib paranglashamsiz? Ha, keling. Nimish joyingizda turmay o'tirib chiqishni o'ylashib qoldingiz? Ayat usam sal erkin bo'lamaydi ekanman. Bunda riyosatchidek tursangiz erkin bo'lam degansiz. Onda olsun şu sahnenin masal sürü baki, üzemden teksti bilen müzikasini, özem yazgan bir icadiyet naqshamni ep geldim, son naqshamni eytip bo'lgandagi ruhli kayfiyat bilan barliq qizlar bilan shu chaqda bir mondasam degan Naqshingiz badanga asli. Shu. Naqshini aytib bo'lib, anaki erkin bo'latdim demoqchi shunaqmi? Xo'sh, qolganlarni bir so'rab o'tay. Sizlar Mamatjonning naqshisini anglashni xohlamsizlar? Sizlarchi? Chavaklar bado. Buradan sizmen tushib ketdim, ha?
Cabağa kılmağam minnet Bu dünyada canımdan kıymet Şu mikriban anamga salam Bu dünyada canımdan kıymet Şu mikriban anamga salam Men tek şohrak usullik naqshidan birini keltirib, o'zingizni azroq erkin ozod tutamdi ekan desam, bo'pti. Vafodorlik temasiga bir naqshni keltirdingiz. Rahmat enim. Siz bayatan o'zingizni oshpazman degandingiz. Tuyuqsiz maqitim sahnaga chiqqanda men naqshchi bo'lgandan keyin deb gap boshlab ketdingiz, a? Endi o'zimniki burni boshlab qilib kelgan kasbim shu oshpazlik kasb. Ha. Undan keyin kichigimdan shu muzikaga ishtiyoqim bo'lgan ekan, keyin muzika kasbini tan qilyapman. Shunaqmi? Naqshi muzikani yaxshi ko'rsiz, o'rganishni xohlaysiz, aytishni yaxshi ko'rsiz degandek. Bo'ldi. Xaldada Gulzar ma'lum, ishqinglarning savollari bormi? Qiz yigitlar sahnada turibdi. Sizlar bularga nisbatan hada ona yo'lliq. Ishqinglarningki navbatda shu yigitlardan, qizlardan so'rag'inglar bor, bir savol bormi? Meniki bir so'raydigan savolim yo'q, lekin men Adila qizniki boy demoqchi bo'lganini men tushundim. Bu qizning Alisherga demoqchi bo'lgani, agar siz mening vishnimni qo'shgandan keyin, agar birasi yana boshqalarning bunda vishnlarini qo'shsa, men uni yaxshi ko'rmayman demoqchi. Adila shuni demoqchi qo'dayman, a? To'g'ri. Endi meningcha bu ortiq talab emas. Ha, yigitlar? Bu ortiq talab emas, chunki bu bir xil mas'uliyatchanlik ham astoydillik deb qarayman. Nimishqa deganda bir yigit bir qizvaliga chin ko'nglidan mushu qizvalni o'zimga jo'rlikka tanlasam bo'lamdiki degan niyatga kelgan vaqtinglarda balkim qizlarniki aloqa qilish nomerlarini so'rab yoki vishinni qo'shamdikin deyman-ku, yigitlar sizlardan so'rab baqay. Yoki bo'lmasa qizvalli bo'lsa, ya undaq bo'la qo'shib baqaychi deb qo'shamsizlar yoki ko'nglinglarda mushu menga jo'ri bo'lib qolarmi degan kelganda qo'shamsizlar. Jo'ri bo'lib qolarmi degan vaqt qo'shimiz. Ha, ko'nglinglarda azroq bir san bo'lganda qo'shsizlar, shundaq-ku. Shu. Meningcha rasayda qilamsan. Odamniki bir ko'ngil tortadigan bir odamlari bo'ldi. Shundoq odamni qo'shimiz. Shundoq odamlarnimi, odamnimi? Odamni. Birinla. Ha. Birinla qo'shsa. Birinli qo'shimiz. Qag'ini qo'shmaysa. Hem qo'shilganlar bo'ldi, tijoratlaymiz u bu ishlar bilan, lekin shu ko'ngilga bitgangan menimcha men bo'lsam birinli qo'shiman. Qanda bilsa u qo'shashdi burun uning sening jo'rangi mos keldig'ini, sen bir veshni unda qarablar mush mos keldigan demsa, ya qanda bilsa mos keldig'ini, shu qo'shqandan keyin paranglish jarayonida hatta uchrashqandan keyin tamoq yeyib urishib tallashqandan keyin ondan bilgil ulandı, hamda qarablar, ha, mush mos keldi ekan deb. Men resimda qo'shmayman. Unda qarablar qanda bilgil bo'ldi uni. Ama bir ikki qatim ko'rgandan keyin paranglashgandan keyin ondan keyin qo'shmay demoqchi. Demak, qo'shqandan keyin jazmlashtirsa shunami? Shu. Qo'shashdan burun unda bilmaysan shunami? Unda o'simish hozir ha deysan. Jiddiylik qoldim. Eli qo'rqitdim yolg'on gap qilsa. Biz endi mening bu yosh bolalar deydig'im to'g'rini demak o'ng'ay. Rostni demak tas. Bu sahna chiqqan vaqtda siz qolganda nima desam to'g'ri degan emas. Nima desam rost, men qanday odam. Men bayatın dedim bu qizga. Masalan bir ish bilan bir to'z muhabbetlashdi. Ha? Yoki to'y qildi deylik. Bir kunlarda bu to'zni qarz toza maskanmagan, yana bir ishni yaxshi ko'rib qoldi. Yoki mushukni yaxshi ko'rib qoldi. Unda olsa bu ishning mushukni yaxshi ko'rib qolganligi hargiz to'zning mushukdan satikanligidan darak vermaydi. To'g'ri-ku? To'z degan to'z, mushuk degan mushuk. Faqat ish nima desa, mushukni yaxshi ko'rib qoldi. Nurg'un ballada sen meni yaxshi ko'rding, men ham yaxshi ko'rishim kerak. Bu degan ig'ir darajadagi anchonganning tuvalligidan bo'ldi. Bu degan bir tutqun qilganlik bilan hech qanday farqi yo'q. Bir odam tutqun qilgan. Sen bir odamning hissiyotini tutqun qilyapsan degan gap. Quloq vallosida bu 2 yosh nimaga asosan bilib tura oladi deganda fuz yegan.
Faqat bu qiz qarshi tarafda gunohkorlik tuyg'usi shakllantirib, men sen uchun nurg'un fujo qildim, men sen uchun manda qurbonlik qildim deydi. Ermo to'g'ri bu men uchun shundoq yaxshi qilsa, men shuni bilan birga turmsam bo'lmaydi deydi. Bularni bog'lab turadigan narsa, bularni kelgusida uzunga bordi desakmi, uzunga bordiganga destek bo'lgan narsa fuz yegan bo'ldi, gunohkorlik tuyg'usi bo'ldi. Bu degan go'zal hissiyot emas. Bu degan besimlik hissiyot. Ayollarning aslidagi ma'nosi bu emas. Ayollarning aslidagi ma'nosi nimasi? Bir-birini shinshon qilish, bir-birini to'liqlash, bir-birining kamchiligini to'g'rilash orqali bir kuchli bir butunlikni paydo qilish, mukammallikni emas, butunlikni paydo qilish. To'g'ri. Shunga yaxshi ko'rish, yaxshi ko'rmaslik masalasida sen meni yaxshi ko'rishing kerakdi degan bu ham xato, ham nima degan vaqtda sizlarga hech qanday kelgusida hech qanday bir baxt eklanmaydi. Shunga ko'pincha shu sahnada biz to'g'ri javobni demay, rost javobni ishimiz kerak. Rost javoblar quloqqa sal maymaqroq anglansimi, u rost bo'lganligi uchun yana go'zal bo'ladi. Biz shu orqali masalalarni yaxshi bartaraf qilamiz. Bu hamma to'g'ri gap qilsanglar, masala paydo bo'lmaydi. Masala paydo bo'lmaydi degan gap bu qo'rqinchli gap qol. Masala paydo bo'lish kerak-da. Chuqur masala paydo bo'lish kerak. Sizni so'rab baqsam, sizniki o'zingizga boshqa kelgusiz bo'lgan hamroyingizga, jo'ringizga talabingiz qanday? Mening barliq aloqa, kamchilik, yetersizligim, mayli ortiqchiligim, alayligim, hamma tarafimni qabul qila olsa, aslida bu hayotda o'zimiz yolg'iz holatda mengib keta olamiz. Hozir taraqqiyotning kun sari yuqori ko'tarilishiga ergishib, qizlar hozir mustaqil bo'lib ketdik. O'zimizga tayinib, ma'lum bir iqtisodiy qiymat yaratib, o'zimizga tayinma deydigan bo'lib ketdik. Demak, bu hayotlikda biz o'zimizni mengishni o'rgandik, ammo charchaymiz, ba'zida horimiz, ma'lum birsiningki iliq bir gapiga muhtoj bo'lib qolamiz yoki yo'lindigan bir mo'riga muhtoj bo'lib qolamiz. Ya'ni bizning ehtiyojimizni qondira oladigan, bizningki ko'nglimiz suv ichadigan shundaq bir aylanni izlash sababidan biz to'y qilamiz, oila quramiz, butunlanamiz, yig'ilamiz. Meningki jo'ramga bo'lgan talabim shu, meni qabul qila olsa, mayli ortiqchiligim bo'lsin, mayli kamchilikim bo'lsin, o'zaro chiqishib o'talisak, qolgan masalalar masala bo'lmaydi. Demek bu qizning yig'inchoqlab aytganda o'zim bo'lishimga yo'l qo'ysa demoqchi ekan. To'g'ri. Shunami o'zim bo'lishimga yo'l qo'ysa, o'zimni meni yaxshi ko'rsa, yoki mening harakatimni yoki mening uning uchun bundoq beo'yansimni emas demoqchi-ku. To'g'ri, shart qo'llash bo'lsa. Sizchi Murat? Bir qizni yaxshi ko'rgankanmiz, chuqur mana yetersizliklarni o'zimizga qabul qilib, ananingkini to'liqda yalirib to'liqlab, ananingkini tuzatib yalirib o'ziga chiroq deb billal qilib kelsak bo'ladi. Undaqda mening hozir bir kamchilikim bor deylik, masalan, yetersizlik, ya'ni masalan emas, o'zingiz yetersizligim deb qaragan bir nuqtani o'tirib qo'yib beqing. Mening o'zim yetersizlik deb qaragan nuqta, men odatda boshqalarga intayin do'stona baravar. Mayli qiz savodoshlarim bo'lsin, mayli o'g'il savodoshlarim bo'lsin, o'xshash muomalada bo'laman. Yani mayli önlidarda bo'lsin, telefon paranglish bo'lsin, savodashlar yig'ilishi bo'lsin va yoki savdo ishlar orqali aloqa do'stxon tamoqda bo'lib, ma'lum bir ishlarni fikrlashishidan bo'lsin, hammalarga o'xshash baravar muomala qilaman. Masalan, sirdish to'g'ri kelsa, yaqin do'stingiz bilan, odatdagi do'stingiz bilan o'xshash sirdisha olamsiz. Undaq emas. O'zim muhim o'ringa qo'ygan odamlarim boshqa, ya'ni opam, dadam, urug' tuqqan qarindoshlarim, ya'ni men yaxshi ko'rgan odam. Qolganlarga ularga chuqur alayda muomala qilishim kerak, haqiqiy rost bo'lgan samimiy holatni ko'rsatishim kerak. Ammo boshqalarga, ulardan boshqalarga men chuqur o'xshash muomala qilaman. Men yaxshi bo'lsin, mayli aziz bo'lsin. Shu sababdan men balkim ma'lum bir yachini savodishim yoki do'stim bilan mushtaqiligi siz bor turibmi, ya'ni yonimda. Normal bir do'stona holatdagi bir munosabatni saqlab qolsam, siz buni qanday qaraysiz? Normal shu do'stona holatni saqlab qolsangiz, men uni qabul qila olmayman. Hamdaylik İkimiz mesela birbirimiz yaxshi ko'rdik, keyin turmush qurimiz davatimiz. Mening bo'lish mumkin undaqki mesela xizmatdoshlarim bo'ldi. To'g'ri. Yatchinishdagi savodoshlarim bo'ldi. To'g'ri. Sizni yaxshi ko'rganligim uchun butun atrofimdagi qizlarni butunlay munosabat uzatishim mumkin emas. To'g'ri. Lekin sizni yaxshi ko'rganman, men chuqur sizga ega bo'lishim, ananingkin boyam o'zingiz deb aytdingiz, kamchilikni tuzatib yalab tuzatib aytmasak. Yaxshi, unda qilolmaysiz. Yolg'on ish qilisizmi, yolg'on. Nechishqa? Bu qiz deydi, men yatchiniz o'g'illarim normal do'stlik saqlab qolsam qanday qaraysiz deydi. Bu bola men qabul qila olmayman deb tushdi hozir. Bumi dedi, men mayda
amaliyotda bu mumkin emas. Ko'pincha bolalarda tek undaq psixik sapa ko'tarilib chiqqani yo'q. Uning degan nayt yuqori jarayon ketadi. Bu qizning hamda ma'lum yaqinskiga normal do'stlik saqlab qolsam degani amaliyotda bu yerda cho'qim bu qizning shu o'g'ildan oldigan psixik ehtiyoji bo'ladi. Shilish uchun bo'ldi. Bu bala bu qiz shilish uchun to'liqlab birimiga asosda u o'g'ildan olaman dedi. Bu yerda yanlam nima desa, şu shilish uchun o'zi muhabbatni shakllantirdi, yilishini shakllantirdi. Undaqandan keyin bu balada 100% zibey qo'zg'aladi. Zibey jo'ntay degan, zibey chuanshang degan hamma odamni bo'ldigan narsa. Bu qizning u harakati bu balada cho'qim zibey shakllandi. Bu zibey shakllantirgandan keyin bu ikki o'tirsida hargizmi mundaq tok yoki muhabbat shakllanmaydi degan gap. Şu an şıkkanlarını yaxşısı vazgeçenler. Murat Ukam siz Aqsu'dan geldim dediniz ha? Hazır dediniz normal münasebetini ben saklayalayman deb ben sizden bir sual sorsam. Mesela siz navada bu birinci numaralı kız bilen bir öy kirip turmuş keçirip kaldınız deyli. Degenden keyin sizlerning balalarınlar bo'ldi. Uçaqda bu kızımız meyli savaqdaşlar yığılışı bolsun. Yoki başka yat jinsliklarga biraz sorunga siz uyda balalarga qarab turing. Men mundaq bir yığılışlarga keçti bir yak berip qaldığan boldum. Yoki ma'lum bir ko'ngilchi sorunga yoki men bir berip qaldığan boldum desin. Yani birsiga andın bu kız mesela hazır öz ticaret qilman dedi. Kiyim-kechak bilan shug'ullanaman dedingiz a? Ham kiyim-kechak sohasida hozir hamkorlashuvchilar bo'ldi. Buning ichidami yotchiliklar yoki bo'lmasa o'zlari hamkorchilar mal to'shib berganlar bo'ldi. Ashlar bilan mundaq bir chiqadigan, mundaq bir tomoq yeyishadigan va yoki bir maslahatlar chiqadigan ishlar bo'ldi. O chaqda siz uyda o'tirib turing. Men mushtaq bir ishga borman deb haqiqiy ahvolni sizga dedi. Degan vaqtida siz ashiyada bu qizga qanday muomala qilsiz? Hozir ko'nglingizda rostchilik bilan o'ylaгаningizni deb baqing. Amda şu dastlabda balkim ma'qul bo'lib berishib qo'shilishi mumkin, lekin bora-bora ketim soni oshgandan keyin avliq masalan patpatlang anda yig'ilishim bor, manda xushishim bor degan vaqtda balkim menkilik ochig'im kelib. Muhimi Xolida xonim degandek, sen bu vaqtda qo'shilishim mumkin deding. Qo'shilish bir gap. Qaysi xil hissiyat qo'shilish bu yan bir gap. Mesela nurg'un ayollar erlarning nurg'un gaplarga talablari qo'shiladi, ma'qul deydi. Biroq u ma'qul deyotganda bu ayol qaysi xil hissiyat turib ma'qul deydi. Ochiq bir xil ochiqlangan hissiyat turib ma'qul deydimi? Yoqtigisi bor turib ha dedimi? Yoki bir xil furu his qilib ma'qul deyotamdi. Gap uning og'zidan chiqqan gapda emas. Shu gapni qilayotganda u qaysi xil hissiyat turyapti degan gap. Sen hamda bir rostchil javob berding. Ya'ni bir xil ochiqim kelish mumkin dedim. Mushu masalaga nisbatan davlatimizda axtilab qonun dasturi chiqqan vaqtida dal mushundaq masalani hal qilish uchun ayollar o'tirsidagi mushundaq barobarsizlik masalasini hal qilish uchun bizda bir qonun chiqdi. Bu qonun qanday qonun deganda buni dastlabda mushta o'yinlarda bir qism kishilar buni bak so'zladi. Erler meyli arak içemdi, meyli negi vardı, kandak sorungu basa ayollar bunu tosu bulmaydı dediğin gap sözler çıkandan keyin derhal bunundan pintaydan reddiye berildi. Ameliyatda bu nima degan gap deganda ayollarning barobarligini amalga oshirish uchun meyli erler bo'lsin, meyli ayollar bo'lsin, mushu turdagi ijtimoiy faoliyatlarga qatnashishga huquqliq degan bir belgilama chiqadi. Bu yerdagi ijtimoiy faoliyat dal men davatgan tijoratchilar o'tirsidagi masalan yig'ilishlar deymiz, maslahatlar deymiz, andan keyin saboqdoshlar o'tirsidagi mundaq bir yig'ilishlar, ilmiy, ijtimoiy bo'lgan yig'ilishlar. Shunlashqa mening sizdan kutgan javobim ikkisini ayirib javob beramdikin deb o'ylagandim. Lekin gapingizning ma'nosidan chiqdi. Agar azroq bo'lsa, men buni qabul qila olmayman, lekin kunda degidek undaq qatim son ko'p bo'lsa qabul qila olmay. Bu javob xato emas. Albatta, hamda bundaq kunda bo'lmaydi bu faoliyatlar. Lekin esimizda bo'lsin, har qanday faoliyatlarni o'g'illar, yigitlar cheklasak bo'lmaydi. Bu jihatda qonunda aniq belgilanib chiqib bo'ldi. Chunlashqa shu barman degan ayollarniki barman degan faoliyatiga qaraymiz. Faoliyat rastchilmi? Birinchi o'zi digini bilan haqiqiymi? Yana birsiga ijtimoiy faoliyatmi? Demak, mushu ijtimoiy faoliyat bo'lsa, biz bo'lgan taqdirimizdami cheklashga bo'lmaydi. Chunki qonunda aniq ijtimoiy faoliyatda qatnashish huquqliq deb belgilangan.
Rahmat. Endi Ali akanglar bilan Xalida adanglarning so'zini yig'inchoqlaganda ikki narsani bilib olsanglar bo'ldi. Birinchi, mayli er, mayli ayol. Yigitlar, qizlar. Asli maqsadni unutmaymiz. Qizlar rioya qilishga tegishlik, o'g'illarma ham amal qilishga tegishlik ota-ona tarbiyatlarimiz nurg'un narsalar bor. Shundaqku? Ikkinchisi, chekdan oshirib o'tmaymiz. Xo'sh, bo'ldi. Endi ixtiyoriy paranglashinglar. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Tamoq eta olamsiz? Ha, tamoq eta olayman. Hamma tamoqni o'rtaq eta olamsiz? Hamma tamoqni eta olayman. Etamaydigan tamoqim bo'lsa-chi, uygunima, do'yinlarga qarab. Sizdan uygunima demamsiz oshpazga? Gülzar Malim, mening Ali maktabdagi o'qituvchim, sinf mas'ulim. Gülzar Malim qiz fasllarida, yangi to'y qilgan mezgillarda eng aldirash o'tgan san'atkorlarimizning biri. Keyingi vaqtlarda o'zining tajribalarini to'plab Ali maktabda o'qituvchi bo'lib, bizdek bo'g'illarni tarbiyalagan. Gülzar Malim, siz to'y qilgan mezgillaringiz tamoq etalamdingiz. Gavcun vaqtimda uyda shu bir sey adalab berəlaydım. Ma seyni adalam lağmaytımız ya polo etimiz manda sey. Dise şunçalak iş qılalaydım. Şu mening qo'lim keldigani shu. Bizning ota-onamni o'qishni o'qi, boshqa shular chatag'amizdan deydigan bir ideya bo'ldi. Bizni yaxshi o'qitimiz deganlar, ular japatasimi? Aqlashni eng xohlamaydigan seyingiz qaysi? Yo'q, meni xohlaydim. Yaxshi ko'rmaydigan seyingiz. Chunki men boshqa hech ish qilmagandan keyin bir seyni o'smi adalab berishni ma'qul deydim. Qaysi eng avarchilikdi demoqchi o seyilning ichida? Samsaq aqlashmi degandek. Hozirgi samsaq. Hozirgi samsaqni sal shu tasvirman, biroq amal yo'q ya. Adalayman. Demek to'y qilganda men rost tamoq etamaydim. Biroq etdim yana. Ko'ribmi, nolaqayar ta'tilda uy borganda ko'rib ko'z pishirdi edim. Ma'nomachilar go'sht sasaq, manda qo'rsoq bo'ldi ekandan ko'rib turib o'rgandik. Endi ashun turib to'y qilib uy tutganda cho'qim o'rganish kerak ekan. Mening qizim yo'q, qizim bo'lgan bo'lsa cho'qim avval tamoq etishni o'rgatdim. O'g'limga qo'yatdim. Cho'qim uyda tamoq etishni o'rganishing kerak, sen bir ikki xil tamoq eta olishing kerak deyman. Birga mifa, yan birga polo. Gurish tamoq. Gurish tamoq. O'g'il olish uchun hamda oson tuyuladi. Men balam to'y qilishdan burun men ikki xil tamoqni o'rgatgan. O'zimmi to'y qilib bo'lib o'rgangan. Unda men hergiz uxmayman, obo demadim. O'rgandim. Barbara o'rgandim. Rahmat Malim. Rahmat sizlarga. Demak, Gülzar Malimning so'zini his qilsanglar bo'ladi. Gahida yoshlanmış sahnada turiblar, tamoq etalamsiz, etamamsiz, etamayman, etishni yaxshi ko'rmayman degan bir yig'iz so'z bilanlar qarshi tarafdan umidini uzgan ahvollarni biz ilgirki programmalarda ko'rdik. Amaliyotda tamoq etish va yoki turmushdagi ba'zi bir kichik halqalarda yaxshi ko'rish ko'rmaslik cho'ng masala emas. Masala ikki odam bir-birini yaxshi ko'rgan vaqtda cho'ng masalani kichiklab ketadi. Chunki bayatda masallam degandek, kamtuk yerimni to'liqlaydigan hamroh izlab keldim dedi-ku. İki adam birleşkende bütün buludu. Ali Malim etqandek mükemmel emas. Bütünlük buludu, özara hemkarlık buludu. Siz Ürümçi'den dediniz ha? Ha. Mesela ikinci biz toy qilib bo'lgandan keyin, mesela sizning bir adışınız, Beşaval Minkoylaq binası aldı deyler. Mesela siz qışım gap ana shuni appasan o'tdi. Siz uçadım apramsan uçadı qanday qilsin? Vaqtni keyin sürüp yaxshi mumkin, qanchalik xabarsiz deb. Chunki mening unbek og'im bağıqalık uchun andan sizga deyman emasmi? Shu bilan andan mesela appasangiz bo'pti desam, siz olamayman desam, men keyin sürüp mana vaqt qiraq olayli deb deyishim mumkin. Mesela aşağıda açıqlashib qolsaqcha. Shu bilan siz bezlimsiz, ochig'im yanmaydi shu. Ha, bezlishini saqlamsiz, akiltib, hopumang deyishinimi? Bəzdişini saqlamsız, əppirişini saqlamsız. Bəzlab bo'lgandan keyin ondan keyin yana deymamdi va. Yana ish qilib olmasangiz bo'lmaydi, shunaqmi? Siz bo'ldi ekansiz. Yumshoq quritga bo'lsanglar. Ish qilib qattiq tarafni teshitdi-da. Ya, shunda qiz bola yaxshi bo'ladi. Yaxshi-ya? Ha, ba'zi qiz bola bo'p tepamisangiz deb qo'ygan bilan ishchidi-chu. Bu ishkilisning ochiq keldi. Farqi nimasi? Bu qiz teshig'i chiqarib ifodalaydi. Bo'pti mayli deganlari ishchiga ifodalaydi. O'xshash amaliyotda, ammo ishchiga ifodalaganlar xatarlik bo'ladi. Yoki kasal bo'ladigan gap, yoki bu xil ochiqni balasiga chiqaradigan gap, bu cho'qim ochiq degan bir hissiyot-ku. U cho'qim bir chiqish kerak-da. Biz tina qoldik, cho'qim chiqqandek narsa. Ma qizchi desa, bir amal qilib, ashuni teshig'i chiqarib qildi. Bu xil narsa amaliyotda psixikalik sog'lomlik
tavsiye qilgan narsa. Ba'zilar bo'lsa, "Apamam" dedim-a, ma'qul dedi, ammo ochiq keldi, bearam bo'ldi. Ham buni nega chiqdi? Buni cho'qim bir yerga olib burdi. Nega olib burdi yoki o'g'li, qiziga yoki bolasiga yoki hech kim chiqamsa shu uzuk chiqirdi. Uzuk chiqarsa zaxmlandi odam. Senmi ukam, "Apamni ham qanday qilma" demay. Apirishni g'imini qilayli. Apirmay qolsam qanday qilsiz deb oldin uningga tehdid solmay, qilmay. Qanday qilsam apirma degan ma'ni o'ylasak, texmi yaxshi. Qanday qilsak, birim appamiz ham ma'qul deydigan xotiniz demay. To'g'rimi yo? Biz diqqatimiz ne? Energiyasimiz ne? Qanday qilsak apiralayman. Ma'ni sarf qilmamdi. Endi biz advokat, mushu xiyonatchilik delolari, parxo'rlik delolarini islashniki eng dastlabki bosqichi nima deganda, mushu ba'zi ayollarniki ehtiyojdan ta'minlashdan ehtiyoj yomon ko'p bo'lib ketganlikdan shu hozir Ali ma'lum degandek azodi uningga men tirishmangu deb zodi men mushu ayolimniki mushu talablarni men qondirmangu deb ili aningdan elib el maningdan elib asta bugun mani pas ats yana chiqqan uni olaman deb asta parilish, xiyonat qilish, hukumat pulni yo'tkab ishlatish degandek turli iqtisodiy delolarning sodir bo'lishiga sababchi bo'lgan ahvollarmi bor. Endi meniki bu yerda demoqchi bo'lganim ayollarniki erlardan bir narsa ib berishni talab qilishi bu albatta hamma ayolda hammamiz buni orzu qilamiz. Biroq mishada bir narsa aniq bo'lsinki 3000 yuanlik maaş aladigan yo'ldoshiga manga 10 000 yuanlik 20 000 yuanlik mal neppa desa bu haqiqatanmi bir ayol kishiniki bir ortiq talab bo'lib qoldi. Hamma odamniki yotqanga qarab putsun degan gap bu nayt obdan kelgan. Shunglashqa endi bu yerda bu qizningki javobimi nayt yaxshi o'ziga loyiq. O'mbaq javob berdi, men bazlimigacha men to'xtamayman deb. Ammo shundaq ahvollarda o'g'illar voy senga men pul topganning atisi men birinchi bo'lib cho'qimchang apirma desa, u bir bazlash bo'ladi. Endi uning yo'lini qilman deb uningga tirishib ishlasa, u amalga oshadi. Lekin hukumat organlarida ishlayotgan, qo'lida ancha-muncha huquqi bor. Yoki bo'lmasa hukumatniki o'sha munosabatlik ishlarda ishlayotganlar deganda yilqi kalosiga kirgan ishni o'rindash yuzidan bir ishni bajarishda ancha-muncha maningdan olsam, aningdan olsam, men shu ayolimga mushtaq narsa ipiralaydi ekanman deb bir ayol kichikkin talab bilan yo'ldishini bir o'pdan ishlayotgan yo'ldishini jinoyat yo'liga boshlab qo'ydigan ish kelib chiqqaldi. Shunglashqa qizlarimiz talab qilsak bo'ldi, lekin turmushimizga loyiq talab qilsak bo'ldi. Demak, turmush baslish emas, hamkorlik. Billa yang turish, billa safarga chiqishdan iborat. Rahmat. Yigit qizlarning 4-qaror elchi programmamizdagi tunji qitimliq uchrashishi mishada tamom bo'ldi. Mayli ustozlar bo'lsin, mayli naq maydondagi qiz yigitlar bo'lsin, dastlabki qadamda bir-biringlar bilan uchrashdinglar. Endi biz ikkinchi bosqichga kiramiz. Ikkinchi bosqich masalalarga qarta o'rtaq tunishga kelish. Ya'ni o'rtaq tunish bosqichi. Endi ekran qarayli. Ekranda ma'lum bir ayolning turmush hikoyasi tasvirlangan kichik etod bor. Mushuni ko'rish orqali ko'z qarshinglarni o'tirib qo'ysizlar. Geldiniz mi? He. Tamak etmediniz mi? Kosak vehşi işte. Tamak ettiniz mi? Endi kirdim ben mi sizden aldığınızda? Uyda seymi yokken göçünü mü ep koymaptık? Endi ep koysak kaçan eriydi o? Boldu çay içeyli. Ola göçlü ettiğe ep koymanma karmamsız aşkanğa. Karıdın? Baldırak kelgadım telefon koyup dep koymamsız deyim kabinesini ekirmem demen. Boldur kelgen dinkin dep koyduk ya. Birer saat bomba değil mi ama kelgili? Ben endi
kep o'ttirishim tehi. Ha, bo'ldi. Qarang hozir. Yo'kam kim akray. Bo'ldilar. Siz lappanshib chiqib say akab bo'g'ich qachon bo'ladi? Bo'ldi, bak yerib ketdim. Choy ichaylik. Va chiyan o'zing ichava, adash. Tamoq yemayman, tamoq, issiq tamoq. To'ydan kelmadim men, ishdan yerib tarchab keldim. Choy degan qachon qarsa. Oy, yerib charchab kelganingizni bildim. Menmo sizga o'xshash yerib keldim. Demilish kunlari bir vaqt tamoq itib boryaptimi? Bo'lmadimi? Mushundan 2 yilimiz charchab kelgan vaqtimizda yengil yeb yetib aramasak bo'lmamda. Ma gapni. Heptarlık adamız kazan qaymayotganda bu yerda. Uymi, yotoqmi bu? Voy, heptida bir vaqt tamoq itib yeymiz deb bo'g'ichi, uymi, yotoqmi deb ketdingiz-ku? Bu bayatni ham ko'tildayotsa, mushuni o'rni tamoqni itib bulag'a qo'ydim. Etmeyman. Akirsangiz o'zingiz akirib, itib ya. Men yerib holimdan ketdim. Yotqinmi bor? Uyim bor, xotinim bor, bir odam turib, surbaytaqday tapqadi sirtga yurmanmi? Tuzuk gap qila. İşte men nazariya so'zlamay. Tishidan yeyingiz olsa teshig'i chiqib yeng. Choy ichmadisiniz, choyni demlab bermay. Obdan choy ichimiz. Bo'lmasa men tamoq etmayman. Yerib ketdim. Sirt yemdim. Unda asma qo'saqni nayar to'xlayotsa demayman menga. Of, meni jilqinmay chiqamen. Ne deysiz yemamsiz? Men yana bir deb qo'yay. Men tamoq etmayman. Bu turmush kartinasini ko'rgandan keyin nimalarni his qildinglar? Nanchi mush qiz tasa to'g'ri qilamidi? Bunda turmush asosda nima ko'rdi shu? Yemirilish tarafga qarab yana ketish mumkin. To'g'ri. Shu bu uy shundoq qilib asosda buzildigan yoki ketdi. Menimcha bo'lganda bosh tarafda o'ylab boqsam, ayolmi balkim rost bek yerib ketgan bo'lishi mumkin. Balkim akishi qarg'an bekrak chapot atgan bo'lishi mumkin. Shunlashqa shu akishmi chiroyli qilibdi to'g'ri, lekin shu vaqt oxirida amsa menlar sirtga chiqib tamoq yeb kiraylik deb balkim sirtdan biroq qaytim tamoq yeb, andan ayol kishining ko'nglini olib bo'lgandan keyin andan ertasidan boshlab uyda tamoq yetishga deb bosib bo'ldi deb o'ylayman. Bu yerda bor-ku, hamda mening o'ylashimcha ayol kishimi yeriydi, kishimi yeriydi. Ish qilib kelib bo'lgandan keyin ayol kishining asli bunday qarasak sal chidon bo'lib qolibdi-ku. Endi u kiriblamli oshxonaga kirib, binshonlarni aqtirib, jozlarni aqtirib qarganda bu ayol kishi已经很久没有做饭了。可能他前面都是一只老公在做饭。今天咱们的yo'ldoshi shu kirib ayolim aytgan tomoqni bir yog'laychi deb o'ylaganda endi ayol aytmaymi degandan keyin yo'ldoshi shu chiqdi-da. Men bo'lsam men chiqdimi? Chiqdimsiz? Endi shu men degandek shu chinqon bo'lsa-chu. To'xtamay tomoq atmasa, degandek-chu, endi adam hamsi yeriydi. 你做一天我做一天，要不我们就一块点个外卖。endi hozirgi yosh bolalar o'ylasa-chu, ni bu 做饭是吧？好，那就叫个外卖吧。hozir endi metan bekor aka berdan bo'lgan degan shikoy pul qashsizlam aka berdan u so'qish ketmaydi-da. Men bunda o'yladim. Endi ma uchaylam deb aytdi. Endi metan bo'lsin bo'ldi, lekin sirt chiqib yesin bo'ldi, lekin u uyda boyanmiliqqa vaqalik qarsak, u xil uzun mezgil choy ichib uy tamoq etilmabdi. Onda bo'lgan keyin endi erim debdi, men teshidan sayko'klatning lozimatini akirib beray, uyda etib yeylik deb. Sirti yesimi bo'ldi, metanning chaqasi bo'ldi, lekin o'zi aytgan tamoq o'xshamaydi. Endi o'zi tamoq etish jarayonida maylilikqa deymiz. Ayoli charchab ketgan bo'lsa, eri mavliqi sayin akirib qilib bo'g'icha ayoli ma guruch dumligach tus bo'ldi yoki go'shni tayyorliqqa yumshag'ach tusin deb suvchilar qo'ygan keyin go'shlarni to'g'rab tayyor bo'ldi. Yo'ldoshi shu saylan akirgandan keyin yo'ldosh qo'ramdi, qo'rib ana siqil tamoqni yeb o'tgan bo'lsa, u jidal mojaro chiqishdan boshqa zarurati yo'q ekandi. Menimcha u metgan va u teshidan bir narsa bo'tgandan shu uyda yetib, o'zi ajr qilib yegan tamoq boshqacha deyiladi deb o'ylayman. Rahmat Murat. Qizlar, o'zinglar atgan tomoqni bakrak yaxshi ko'ramsizlar, birov etib bergan o'xshagan tomoqni yaxshi ko'ramsizlar? Men opam etib bergan tomoqni bakrak yaxshi ko'raman. Men odatda hamda portion saydabchu, hamda o'zim tomoq etib yeyishni yaxshi ko'raman. Men shu uyda opam bilan dadam etgan tomoqni o'zim etgandan bakrak yaxshi ko'raman. O'zim etgan tomoq bek ig'izimga tetimaydi. Nimishqa? Bilmayman.
O'xshitamamsiz yoki opam dadamlar yesa o'xshabdi deb yeydi, lekin o'zimga qattiq tetimaydi o'yilqi bir xil bir yerlari bir qanday bo'lib qolganda. O'xshamag'ini rost. Dadingiz apangizlar ko'nglingizni ayab o'xshabdi deb qo'ydi. Amaliyot o'xshamag'ini rost. O'xshamag'ini rost. Men odatda ancha tomoq yetish uqmayman-ku, lekin bizning uyda mening dadam opamlar asosiyatdan lag'man bakrak yaxshi ko'rdi. Shu bilan odatda menmu lag'manni boshqa tomoqlar etish paygan bo'lsam yoki o'zim atgan bo'lsammi, lag'manni bakrak yaxshi etalayman. Shu bilan u lag'man o'zim etib, lekin o'zim jiq yemayman, lekin opam dadamning ig'ziga mening atgan tomoqim, mening atgan siyim bak yaraydi, opamnikine yaraydi. Ondan opammu shunaq deydi, lekin men o'zim chiqib opamnikini bakrak yoqtirmayman, o'zimni yoqtirmayman. Ota-onangizning qaldishlaydigan odamlik. Aslında maqtab sizni etkizmoqchi. Shunday maqtab qo'ygandan keyin iti shiylab qo'yayotgan gap. Bo'pti, endi etib o'g'inamdan ancha-muncha. O'g'illar, savol. Tamoq etalaydigan qiz ko'zinglarga bakrak chiroyli ko'rinamdi va yoki o'zinglar bak yaxshi ko'rib ketgandan keyin u qiz agar tamoq etamay qoladigan ahvol bo'lib qolsa, qabul qilaveramsizlar. Bu tamoqda cho'ng masala yo'q edi. Hamda shu kayfiyat qaraymizda. Kayfiyat yaxshi bo'lsa etib bersangiz. Ya xo'sh bo'lib yeymiz. Kayfiyat yaxshi bo'lmasa, hamsa men hozirgi yosh bola shu men tejib qo'yib keldi. Men shu bir haftada bir 2 qitim qo'yim iniq. Bir haftada 2 qitim qo'yamsiz. Bir haftada 2 qitim qo'yim. To'y qilgandan keyin 4 qitim yeydigan bo'lsa haftada. Ayolim yaxshi ko'rib qolsa. Ayolim ketilib ketadigan so'ng. Hamda qo'y yeydiganmi maqsad bor bilan o'tgan hayot. Shu qo'y yeb hamda bunda chiroyli qizlarlar uchrab qolsa, bunda bular o'tirib paranglashib hamda yabomsa miyaga. Ay, Alshir Ozmon. Men to'ydan keyin davatman. Ha, to'ydan keyin mi? Sıra qo'y ishga maqsad chiroyli qizlarlar uchrab qilish. Shunami? Hamda hozirgi vaqt qaraganda shunda. Hozirgidan chiqarmayotdi. Hozir bo'lsa-mu, sizning demak sen asli qo'y yaxshi ko'rmaysan. Qo'y ishga borgan yerdagi qiz bolani yaxshi ko'rsan. Ha, to'g'ri. Voy, sen bo'ldi kelsin. Ya, hamda chaqchaqdan deb qo'ydik ekan. Xato emas, ammo xato emasmi? Pinja qilmaymiz. To'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri, hamda har odamniki u shon xos o'xshamaydi emasmi? Hamda mening kelgusidagi shu jo'ramniki tamoq etalsa texi yaxshi, agar tamoq etamgan ahvol ostida keyin hamda bir uyga kirgandan keyin asta-asta uygansa, itib uygansa bo'ldi deb o'ylayman. Mamatjon. Meningcha o'g'anda tamoqqa qo'ydigan talabim asosan qizlarga yo'q. Boyama dedim, o'ziga sindigan deb. Hamdam har qanday bir kasbni tug'ilib bilan o'rganib ketmaydi, asta-asta bo'ldi, lekin mayli deb bilan 1 yil, 2 yil uningga men o'tkazib olmayman. Asta uqmasa men o'zim o'g'itman, yetaklayman. Hozirgacha Alshir, Murat, Mamatjon hech qaysi tamoq etamaydigan qiz bo'lsa mayli bir umr qabul qilma degan gapni oxiriga chiqarmadi. Kayfiyati qarsin, charchab kes atmisin mayli dedi, lekin atmis mayli, mangu atmisin mayli degan gapni tek qilgani yo'q. Xo'sh, enimsiz. Mening o'ylaganimda tamoq etammisin etammaydi emas, lekin uygunni tug'amda kichik chig'adami biz tug'iliblam yaqamagandan keyin aldirma uygunalaydi tamoqni. Men uyning tamoqini bak yaxshi ko'rmayman. Endi suyqash asimi, azaq tuzlab qazib lazım qo'yib, yo achib qo'yvasak ta'miz ko'rgandan keyin asosan uygunayapti deb. Tuzlab qolsa sen tuzsanmay lasalsan. Tuzsiz bo'lsa-mi lazım sevitamsiz? Tuzsiz bo'lsa tuzsanmam sen deymanmi? Bugün Ali'nin qulluğuna ait sezgür gap qilganda diqqat qilinglar. Tuzga demoqchi o'g'ni. Ash qizning ko'nglini ayayman. Men oldimda ochiqsi bo'lgandan keyin chandotmay o'xshabdi deb ishlayman demoqchi, shundaqmi? Ha? Mayli yigitlar bo'lsin, mayli qizlar bo'lsin, ham samimiylik bilan ham bir-birining ko'nglini aygan asosda nayt yaxshi ravishda o'zaro suhbatlashtinglar. Demisam har qanday bir yigit kelgusidagi mehribonining bir qancha tamoqni o'ziga muhabbat bilan sunishini orzu qiladi. Gayda tushlardan ko'radi. Biz sizlarga o'zinglar orzu qilgan muhabbatning yor bo'lishini umid qilamiz. Insonlarim, xo'sh, biz endi eng muhim bosqich 3-bosqichga kirdik. 3-bosqichda qizlarning chiroq o'chirish huquqi bo'ladi. Lekin o'g'illarga bu huquqni hozircha bermaymiz. Qizlar
Aldınqı ishga bosqichni yakunlab turib, ko'ngliga biror yigitni pukkan bo'lsa, chiroqni saqlab qo'yinglar. Agar bu qitimliq sahnada men arzu qilgan yigit yo'qdek turdi deb faraz qilgan bo'lsanglar, o'chirvarsanglar bo'ladi, ha? 3, 2, 1 başladık. Üçüncü basqışda Adila bilan Alfira chiroqni saqlab qoldinglar. Kamila bilan Dilxumar chiroqni o'chiribdi. Xo'sh, biz endi Alfira bilan Adilaga qaravotimiz. Xo'sh, nima uchun chiroq saqlab qoldinglar? Aldınqı ishga bosqichda texmi yetarlik bo'lgan bir tushuncha hosil bo'lmadi deb o'ylayman. So'rmoqchi bo'lgan savollarimizni so'rayapmiz, erishmoqchi bo'lgan javob chiqmadi-da, oxirgi bir umid sinab boqaylik. Adila, davomli tushunib yiqishni o'yladingizmi yoki biror yigitga nisbatan mushi yigitni tushunib baqsam bo'ladi deb nishon bekitdingizmi? Ha, nishonim bor. Nishoningiz bormi? Ha. Undaq bo'lsa, Alfira, tushuncham toz yetarlik emas, savolim bor dedi. Adila nishonim bor dedi. Alfiradan boshlaylik. Agar bayamqi tomoq ichish savoliga kelsak, bayaqi aytdiki ayol o'zim o'xshatdim-da, endi masalan, bu yerda men erishmoqchi bo'lgan javob boshqa. Ash vaqtning o'zida yo'lishim bo'lgan odam meni rad qilib etmasdan, sen ayol kishi bo'lgandan keyin cho'qim uyning ishlarini radlab ilib menishim kerak. Bolaga bola bo'yicha, oila ishi bo'yicha, tamoq bo'yicha bo'lish kerak demasdan, ma'qul sizmi charchab ketdingiz, men yerib ketdim, bo'lmas bo'ldilar. Kendiniz kema bo'ldi, tarnib chiqsangiz degan sirtim tamoq yeb kelaylik deganda, lekin men ishchi ma'rida, anglamoqchi bo'lgan gapimni anglab oldim-da yerda. Lekin ay bo'ldilar, sizga oson emas, tamoq yetay deb. Siz o hamda anglamoqchi bo'lgan gapingizni izlabsiz. Siz uning anglamoqchi bo'lgan gapini bilamsiz. Uni demoqchi. Bu nurg'un qiz bolalar nayt bir xil erlini o'zining butkun ashundaq hissiy ehtiyojlarini qondiradigan bir buyumga aylantirib qo'ydi ekan. Esingda bo'lsin, har qanday o'g'il, u o'xshashlam sizlarga o'xshash bir hissiy ehtiyoji bor. Ashningmi anglamoqchi bo'lgan gapi bo'ladi. Ochishlar nima degandek Saran Qutunbek. Tutdi. O epizod yolg'ongo. Etmez bo'ladi, etmaslik degan normal ish. Odam rad qilgan qachchiq kelmaydi, ammo ifodalashga masala. Bu ayol amaliyot ifodalayotgani tamoq etmaslikni rad qilish orqali o'zining nurg'un sirtdan chiqib chiqqan ochig'ini iyirib chiqaryotdi. Shu nasat ko'rin, nasat. O ermov yemi mushning bilan nim deb to'y qilgandiman deb afsuslandi ammo. Nurg'un ayollarlik barobar bo'lmiz degan bilan amaliyotda nimasi ayol o'zidan yuqoriroq, kuchliroq, o'zidan ustun odamni yaxshi ko'rdi, o'zi bilan barobar odamni hargiz yaxshi ko'rmaydi. Mana ekran desa barobar bo'lib qopdi. Nima qopdi deb. Barobarlik al. Shu bir kichkina qiysa u bir odamga uningmi bir uspitli jarayonda nurg'un jarohatlar bormi ashningmi? Shundami ya? Shunga bu amaliyotni nima desa hissiyat qolmagan. Hech qanday hissiyat yo'q ashqi o'tirgan. Ba'zida shundaq tamoq usti xotinlarning baxtsiz bo'lib qolganini ko'rganmiz. Tamoq yetemmaydiganning baxtsiz bo'lganini ko'rgan. Buning munosabati yo'q, bu narsaning bek cho'ng munosabati yo'q. Hayotim ma ballam dedi, o'g'inib ketadi. Har qanday qiz bola usul bilan tamoq nima, o tug'mi biladi. Har qanday u cho'ng masala emas. Masala nada? Hissiyotda. Shundaq masalalar kelganda aqlli ayollar nimasi xuddi dadsiga akilgandek aklash kerak. Dadsiga. Dadanglar qanday aklaysizlar? Shunda akilsanglar, yo'ldishinglarmi ajoyib bir xil qo'shib ketadi. Sizlarni xuddi bir qizliq kuyingandek, qizni akiltgandek akiltib, bu masala nihoyatda bir go'zal oxirlashadi. Siz akilash emas. Bu akilash emas. Shunga qizga deb qo'ydim men. Rahmat. Alfira singlimning bayotning qo'y chiqarib qo'yishim mumkin. Mush itotlik qizning ba'zi taraflarini o'zimga o'xshatdim dedi. O'g'illar, qo'l ko'tarish orqali Alfirani qo'llig'ichilar qo'linglarni ko'tarsanglar bo'ladi. Qo'l ko'tarish orqali ifodalanglar. Qo'llamog'ichilar qo'linglarni ko'tarmasanglar bo'ldi. 3, 2, 1. Hech qaysinglar qo'llamamsizlar? Xo'sh, Adila singlim, nishoningizni bizga deb beramsiz.
sal xijil bo'lib qoldim. Endi qiz o'ltirib bir o'g'lonni talab bersam deb. Lekin Alimanim ben. Ya tanlaysiz. Siz tanlasanız bulduk kam? Xo'sh, oldi bilan Alfira, chiroqni saqlab qolamsiz, o'chirib yutamsiz? O'chiraylik. Ma'qul singlim. Aeroplan ustida bekim chiroyli kutkichi qizlarni uchirtdimiz, yigitlar. Bular ko'p uchun mulozimat qiladi. Ilgari biz oliy maktabda o'qiyotganlarda atrofimizdagi qizlar ichida aeroplan xon qizi bo'lishni yaxshi ko'rgan qizlarning ko'pligidan hayron qolardik. Bu kasbni yaxshi ko'rgan qizlar shu vaqtlarda chiqdi. Endi hozirgi qizlarning qatlamida men tas bilmayman. Qizlar yaxshi ko'ramdi yoki hozir jafo his qilamdi bilmayman. Demisimi aeroplan xon qizlari ko'p vaqtlarda aldirash. Siz yer yuzida xizmat bilan bo'lsangiz, ular osmon ustida boshqalarga mulozimat qilib, yo'lovchilarning bexatarligi, xo'shalligi uchun aldirash bo'ladi-da. Xo'sh, Adilaning tanlig'ini mushlanishchidiki, kim ekanligini uqmaymiz. Qani. Kim mush savolingizni javob bersin? Men uqdim. Siz uqdingizmi? Ali xeyli topidi. Ha, Ali, kim u? Deb bersam bo'lmaydi. Muallim, men xijil bo'lyapman, siz deb bering, eng yaxshisi. Ha? To'xtang, bu yerda bir o'yin o'ynaylik. Xato bo'lib qolsa qana qilsiz? Xato qilsa xato ekan deyman, nima deyapman? Ya bir nomer o'rlab emas. Neymiz nomer o'rindaymi? Nimani o'rinda? Nimani? Biz yosh bolalar bir dars so'zlab bering. Shu nomer olib qolsin, bularmi muallim? Ha, mana darsingizga ehtiyoji bor ekan. Adila qizning tanlig'ini men deb bir baqaymi? Ha, deb berman. Rahmat. Men hozir Adila qizning o'ylaganlari özünün oyluğalları bilen muşu yaşlarının içinde birisi muvaffaqken dep oyladım. Özüm mü muvaffaqken dep oylavatdım lekin endi pop qasanlar men pek hoşum. Meningcha Adila qiz birinchi numara Alisherdan ko'z tushdimikin deyman. Ma'qul. Gülzar ma'lum sizchi? Birinchi numaralik yigit. Ha. İkinci numaralik qizmi? Bular biraz o'zaro tushunish. Ko'z tepishyotir deb qo'ysiz. Tepishyotamdi. O ko'zga qaramadi, diqqat qilsam hech qaramadi-da, biroq shu odam o'zi yaxshi ko'rgan odam qaramay turib oldi, xonim, shuni bilib olamiz. Qarsam bular bir yerdan chiqadi hamda. Ash yigitmi, qardimi, siz ko'rdingizmi? Men ko'rib qoldim. Anas yaxshi. Men ham farzand birinchi numara o'g'il, ikkinchi numara qiz. Rahmat Gülzar ma'lum. Ali. Shunda, xonimlar o'xshashma. Demak, uchilinglarning qarishi bir. Ikkinchi numarlik Adila, birinchi numarlik Alshirni nishon qilib tanlagan. Shunda. Adila, javobingiz? Birinchi numar bolaning mijozi menga yoqdi. Chunki bu bola endi boyam dedi tamg'aytamsa, o kichik dedi. Lekin mening mijozim yaxshi emas vaqtlarda endi shinching bu holat shu. Ta kay qo'y xon va kaysin. Siz muhimi Alshirning o gapini emas, buning bir xil kulib turdigan. Navoiy qadishinga jo'rab Suybe altını yaxshi ko'ra qoldim da bunda. To'g'ri. Birinchi nur bilan ikkimizning mijozi tushadigan deb o'yladim. Bizmi mayada o'tirib. Demak, mushtab atrgil bo'lgan bo'lsa, uchinglarga bir taldan sunatdim-da. Amdiki gap Alshirda. Amdi Alshir bu javobni berishdan burun biz Alshirga 1 minut o'ylanish vaqti beraylik. Qolgan 3 inim. Sizlar amdi chiroq o'chirish yoki saqlab qolish bosqichiga kirsanglar bo'ladi. Sizlarning bir huquqinglar bor. Chiroqni o'chirib atgandan keyin bu huquqlarni joriy qildirolmaysizlar. Chiroqni o'chirmagan ahvol ostida sizlar qarshi tarafda o'zingizlar nishon qilib bekitgan qizning chiroqini berib, qayta yondirib, shu qiz bilan paranglashsanglar bo'ladi. Hamanglar o'chirib atdinglarmi? Bo'ladi. Hozirgi masala Alshir bilan Adila masalasi. Xo'sh, Alshir, qana qaror qildingiz? Bir savol so'ralay. Endi chiq vaqtda qizlar va o'g'il bolalarni meni xonliq qilib qo'yishgan, ayiltib qo'yishgan, men xo'sh bo'lay deb. Lekin ba'zan vaqt o'g'il bolalarning kayfiyati nacharlab qoldi. Xizmat to'g'riliqda da boshqa boshliqlar bilan gap boshqa tillab qo'ydi degandekchi. Unda ishlar bo'lib qoldi. Shuningga endi o'g'illarnimi anda nima aklasi bo'ladi. Uniki yana bersam tomoqning gapini deb ketdik. Aqida endi unda tomoq etib qo'yasiz edi. Endi tomoq maslik kelsak, mening kichik vaqtimda boshim opam tugab ketgan. Boshlang'ich vaqtimda opam tomoq ichishni o'rgatgan menga. Umri qisqa bo'lib qoldi. Shunga azaldan yoqqa tomoqni o'zim yetib keldim. Ham sirtning tomog'ini yemayman, chunki sirtning tomog'ini yesam, ham samirib ketishi mumkin, har xil xo'jadan bir narsadan qo'tadi ekan. Shunga men o'zim tomoq yetib o'zim yeyman. Endi yeshayjon pochishsin sayini sirtning tomog'ini yoqtirib ketmayman, xo'go chomifidan boshqa. Xo'go bo'ldi-ku Alshir. Men dedim g'aptida 5 qatam yes xo'goni dedim, bakaq demayman afka. Alshir, oxir qarorni chiqaring aynim. Yana bir savol bor. Yana bir savol emas, endi o'zim deydigan gap endi. Men
Lağma yeganda ochiq suvni bak chiqib qo'yitma. Tugdi. Lağma yeganda ochiq suvni bak chiqib qo'ydi ekan, maylimi? Onun ulan nima karfkan bu qız balınız açıq su qoyamsa, hamjim qoyamsa, samsaq imzan oldu. Endi ishqinglar, agar xohlasanglar, sahnaga chiqinglar. Alshir, siz Adilaning qo'lidan tutib tushib ketishni xohlaysiz. Gücü ma'nolarni qo'shib, sizni olamcha xushal qiladi. Kamera, kino abchig'i. Alshir, siz Adilaning qo'lidan tutib tushib ketishni xohlasangiz, sahnaga chiqing. Ha, mana. Aytiling Adilani. Erkekten olmaktan qara Alshirning. Kelinglar. Şinjan Elçi Toy Mülazimet Çeklik Şirketi təminləyən toyluq altın üzükni dəstəb soğuk qılaydı. Onundan başqa soğuqatlıqlar bolsa, Şinjan Şifir Biotexnologiyası təminləyən yuqur qoyuqluqdakı axsil. Turmuş sifatinglarning texim yaxshi bo'lishini umid qilaman. Endi mush altın üzükni qanaq sap qo'ysiz? Qar qaşların, büdresinin saçların, sonra benim küzümdün, bu hayat sen benim. Şinjan Şifir Biotexnologiyası təminləyən yuqur qoyuqluqdakı axsil. Turmuş sifatinglarning texim yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Mübarek olsun. Endi chiqinglar to'y qasriga qadam qo'ya olsanglar, undaqda bizning shu elchi programmamiz, ya'ni Şinjan Elchi Toy Mülazimet Çeklik Şirketi ishqinglarning sayya-sayyatinglarning barliq chiqimini o'z ustiga oladi. Rahmat endi sing'illarim, baxtli bo'linglar. Eng muhimi 4-chi qaror elchi programmamizning tunji sonida ishqinglarga o'xshash bir-biriga mos kelgan bir juftning sahnamizdan ayrilish hammamizni xush qiladi. Rahmat sizlarga. Rahmat, xo'sh. Rahmat. Xo'sh. Bo'lgan so'zlarimni aytqim kelar naqshamda, sen bo'lsang yonimda. Ben bu sahnega hamda yosh bo'lgandan keyin hamma yosh bola qatnashadi ekan, shunga ham qatnashib baqay deblam kelgan. Hamda men yoqtirgan yigitning chiqishini o'ylab baxmagan, qat'iy o'ylab baxmagan edim. Hamda Alshir shu bu programda men uchrab qoldi, menga yoqdi, shunga Alshirni tanladim. Men bu sahnaga chiqqandan sinab baqay deb chiqqan yosh bolalarning sahnasi bo'lgandan keyin shuni Adilaninki mo'chiq o'ylishi hamda ikkimizniki bir yerga chiqib qoldi. Shuningga Adila men tanlagan, uniki shu men shu ko'nglimda shu Adilani tanlayman deb o'ylashgan. Shu sahnaga rahmat. Eng oxirida elchik programmasiga rahmat. Xo'sh, naq maydondagi qiz yigitlar, endi biz ota-onalarning naq maydon ta'siratini anglash bosqichiga kirdik. Qani, marhamat. Hamida apay, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Hamida apay, buni shu elchi programmasini ko'rib o'tiribdimiz. Shu programmani ko'rgandan keyin hozir qanday his qilyapsiz? Programma yaxshi bo'libdi. Shundoq yaxshi, har birisininki o'ziga loyiq ko'ngilliklarini aytadigan, ko'ngillarni tushundiradigan, mush munosabat bilan bir-biri bilan tanishadigan mushta ahvollar bo'libdi. Bu programmani men yaxshi ko'rdim. Lekin ba'zilarninki qo'ygan talablari eshib ketgan. Yoki bo'lmasa ba'zilarninki endi o'zininki hissiyat bo'yicha o'tirib qo'ygan talablar meningcha e'tiqodida ancha bek to'g'ri bo'lmadimikin deb o'ylab qoldim. Bir-birini bundoq tushuna oladigan asosda anadagi bir savollarni so'rashsa, vaqtida anadagi bir-birininki qalbini inchkerak, tafsili tushunadigan bo'lamdikin deb o'ylayman. Birinchi nomerlik yigit ikkinchi nomerlik qizga nayt amdan savollarni qo'ydi. Hem bu ikisininki bir-biriga moslashadigan taraflari haqiqatan to'g'ri bo'ldi. Endi mushunga o'xshash taraflarni qo'yishib bir-biriga, mushu talablar bo'yicha o'zaro bir-biri bilan hamkorlashadigan mushundoq yoshlarninki yana mushundoq bo'lishini umid qilaman. Shunlashqa buningdan keyinmi mushundoq asosda bir-biri bilan tanishib, jamiyatga boshqa yoshlarmi mushlarning ulgusini olib o'tirib,
kelgisi üçün özlərinin bəxtini tapsı deb oylayman. Ustozlarning hamdamda bo'lishi bilan, naq maydondagi qiz yigitlarning o'zaro moslashishi bilan, eng muhimi o'zlarini erkin holatga qo'yib berishi bilan mana birinchi sonni muvaffaqiyatli tamomladi. Qizlar sizlarni charchidinglar. Sizlarga Xinjiang Nazbari xalqaro savdo cheklik shirkati ta'minlagan Ruya markasidagi grim buyumlarni sovg'a qilamiz. Qani qabul qilinglar. O'g'il mehmonlarga bo'lsa, Xinjiang shifr biotexnologiyasi ta'minlagan yuqori qo'yuqlikdagi ahsilni sovg'a qilamiz. Texim sog'lom bo'lgaysizlar. Qadrli ko'rman do'stlar, Elchi programmamizning 4-qaror 1-soni oxirlashi oldi turyapti. Oxirlashdan burun sizlarga bir xush xabarni aytdim ba. Xinjiang Elchi to'y mulozimat cheklik shirkati rasmiy qurildi. Qurilibla bizning programmamizning tajdorligini o'z ustiga oldi. Chunki atrofimizda to'y qilib ajrashib ketgan, yoshli cho'ngroq va yoki jo'risidan vaqtsiz ayrilib qolgan va yoki yeshi xilil cho'ng hozirgacha to'y qilib baxmagan jo'risiz bo'ytaqlar bizga mushundaq bir uchirish sahnasi bo'lsa bo'ladi degan inkaslarni ko'p bergan bo'lg'ashqa Xinjiang Elchi to'y mulozimat cheklik shirkati jo'risiz yoshli cho'ng bo'ytaqlar uchun maxsus uchirishish mulozimati bilan ta'min etishni ko'ngliga pukdi ham bu xizmatlarni boshlab ketdi. Ekran ostida ko'ringan telefon nomer orqali aloqalashsanglar bo'ladi. Agar xohlasanglar, Elchi programmamizning ma'lum qismlariga yosh jihatda o'zaro mos keladigan cho'nglarning uchirishini hosil qilishga biz tirishchilik ko'rsatamiz. Qadrli ko'rman do'stlar, programmamizning tajdorligini Xinjiang Elchi to'y mulozimat cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Xinjiang Nur Aman Uymilik etish cheklik shirkati, Xinjiang Ilg'ar Uymilik etish cheklik shirkati programmamizni alohida qo'llab-quvvatlagan. Xinjiang Kamera madaniyat tarqatish cheklik shirkati programmamizni ajr bilan ishlagan. Esinglarda bo'lsin, kelar hafta yana ishlaganlarni chekamiz. Bizning ismimiz Elchi. Kelar